Sohibqiron Amir Temur tavallud topgan sana munosabati bilan joylarda, ayniqsa Qashqadaryoda juda katta tantanalar o'tkazilmoqda. Xususan, buyuk bobokalonimiz tug'ilib o'sgan maskan Xo'jailg'orda maxsus dekoratsiyali joy hozirlandi. Bu maskan kelajakda turistik hudud sifatida Shahrisabzga sayyohlarni jalb qilish ham rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan Sohibqiron Amir Temurning 682 yilligi Xo'jailg'orda keng nishonlandi. Muxbirimiz bayram tadbiridan xabar beradi. Zamonlar osha o'tgan asrlarga qaytar ekanmiz. Buyuk Sohibqiron Amir Temur tavalludi tarixning o'ta murakkab va ziddiyatli vaqtida kechganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. 1336-yil 9-aprel bu kun nafaqat Muhammad Tarag'ay va Tegina xonim uchun, balki butun dunyo tarixida unutilmas kun bo'ldi. Tarixiy manbalar Temurbekning aynan shu quduq oldida, qamishzor ichida dunyoga kelgandan darak beradi. Ilk obi hayotni ham u aynan shu quduqdan ichgan. Yoshlik chog'ida turli qiyinchiliklardan o'tib, Temurbek matonatli va jasoratli yigit bo'lib ulg'aydi. Ayniqsa Mo'g'ullarning shafqatsizlarcha xalqlarga yetkazgan azobi, ma'nan ezishlar va toptashlar Temurning ularga bo'lgan nafratini yanada oshirdi. Uni ruhan kuchli, jismonan qudratli bo'lib o'sishiga qaysidir ma'noda turtki ham bo'ldi. Temurning xalq orasida nohaqliklarga qarshi kurashgan buyuk sarkarda deya nom olganini yana bir bor yodga olish maqsadida Sohibqironning tavalludi munosabati bilan ushbu tantana tashkillashtirildi. Viloyat hokimligi va keng jamoatchilik tashabbusi bilan erta tongdan Qur'on tilovat qilinib, buyuk bobomiz haqlariga duo qilindi. Bayram tadbirida palov tayyorlanib, xalqqa tortiq qilindi. Tadbir doirasida Temur tuzuklari hamda uning hayoti va faoliyati bilan bog'liq voqealar haqida suhbatlar qurildi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda qariyb 7 gektar maydonda 7 asr ortga qaytish jarayoni o'tkazilmoqda. Bir tomonda o'tovlar qurilgan bo'lsa, bir tomonda askarlarimiz va bu qishloqning aholisi, ya'ni kuch-qudratga to'la yoshlari birgalikda kuch sinashmoqda va boshqa bir tomonda esa sahnada milliy qo'shiqlar, maqomlar ijro etilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, aynan bugungi kun asrga tatigulik kun. Sababi buyuk Sohibqiron Amir Temurning tavalludini nishonlash uchun 30 mingga yaqin mahalliy aholi bu yerga tashrif buyurgan va bu yerda jonli ijrodagi qo'shiqlar, jonli ijrodagi teatr sahnalari namoyish etilmoqda. Aynan mana shu tosh polvon tosh nomi bilan el orasida mashhur. Bundan qariyb 7 asr oldin Temurbek 120 kilogramm keladigan ushbu toshni dast ko'targan edi. Bu toshda Amir Temurning izlari bor. Mahalliy pahlavon yigitlar ham ana o'sha davrdan beri davom etib kelayotgan urf-odatlarga ko'ra ushbu toshni dast ko'tarishga urinishadi. Aslida Shahrisabz, ya'ni tarixiy Kesh Amir Temur davlatchiligida juda muhim rol o'ynagan. Bu shahar o'zbek diplomatiyasi paydo bo'lgan maskan desak adashmagan bo'lamiz. Tarixiy manbalar o'sha davrda Sohibqironning uzoq yaqin davlatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, o'zaro fikr almashishga bo'lgan e'tiboridan dalolatdir. Bundan tashqari buyuk sarkarda yoshligidanoq bilimga chanqoqligi bilan nom taratgan. U tabobatdan tortib san'at sohasida, davlat boshqaruvi va sarkardalik bobida chuqur bilimlarga ega bo'lgan. Xalqaro press-klub va Qashqadaryo viloyati hokimiyati tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirda ana shu buyuk siymoning bosib o'tgan hayot yo'li sahna ko'rinishlarida namoyish etildi. Bu esa o'z navbatida barcha uchun buyuk bobokalonimiz Amir Temur hayotiga qaysidir ma'noda jonli nigoh tashlash imkonini yaratdi. E'tiborlisi tadbirda xorijiy mehmonlar ham ishtirok etishdi. Ta'kidlash joizki, Sohibqiron haqida dunyo xalqlarida turlicha fikr va qarashlar mavjud. Ben kendi işimle meşgulüm Türkiye'de. Men barcha millatlar tarixini chuqur o'rganishga ixtisoslashgan tashkilotda ishlayman. O'zbekistonga tashrifimdan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan bu yerdagi tarixiy maskanlar va unda yashab o'tgan qahramonlarni o'rganishdan iborat. Tashrifim bunday tadbirga to'g'ri kelgandan bag'oyatda xursandman. Sababi hozirgi paytda aynan Amir Temurning hayoti va tarixini chuqur o'rganyapman. Men kitob yozishni maqsad qilganman va aynan ilk kitobimni sarkarda Amir Temurga bag'ishlashni rejalashtiryapman. Men bu tarixiy siymoni buyuk shaxs sifatida bilaman. U nafaqat bo'ysunmagan davlatlarni qo'lga kiritgan, balki yagona davlat shiori ostida ko'plab xalqlarni birlashtirgan. Uni madaniyat, san'at, arxitektura, tabobat, ilm-fan hamda islom dini rivojida ulkan hissa qo'shgan shaxs deb bilaman. Tadbirdan so'ng bu yerda mo'jazgina ziyorat maskanini tashkil etish, shuningdek mahalliy va xorijiy turistlarga sharoitlar yaratish maqsad qilingan. Amir Temur bobomizni tavallud topishlari, balog'at yoshiga yetishlari, umuman 20-25 yoshgacha shakllanish paytlari bilan bog'liq bo'lgan, u kishini shu davrdagi shu hayotlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarga bag'ishlangan bu joyda muzey barpo etiladi va bu yerda masjid qurishi rejalashtirilgan. Men o'ylaymanki, juda katta turist oqimiga ahamiyatli makonga aylanadi.
Sohibqiron Amir Temurdan bizga juda katta meros qolgan. O'zining o'gitlari bilan bobomiz 7 asr avval barcha zamon muammolariga qanday to'g'ri yechim topish yo'llarini o'rgatib ketgan. Tarixiy siymo bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni chuqur o'rganish va sarkarda Amir Temurning xotirasini yod etish biz avlodlar uchun ham ibrat ham farzdir. Bolalarim, ushbu o'gitlarim tinglangiz abad. Siz millatning dardiga darmon bo'lingiz. Biz qurgan bu binolar shuhrat bo'lib, shavkat, shon bo'lib, avlodlarga qoladi meros. Bizning qudratimizga shubha qilganlar biz qurgan imoratlarga boqsin.